Assalomu alaykum. Bugun bizning darsimiz. Birinchi darsimizda nima amalni bajaramiz deganda, birinchi o'rinda usta fonda e'lon qila olamiz administratorda operatsiya bo'limidan operatsiya введение вручению kira olamiz. Undan keyingisi добавить. Birinchi usta fonda e'lon qilinadigan sanamizni yozib olamiz. Misol uchun 01/01/2024 usta fonda e'lon qilinadigan sana. Keyin 4610 shoti bilan aks ettiramiz. Ta'sischilarning usta fondi, ustav kapitali bo'yicha qarzi. Ikkinchi o'rinda ta'sischimizni yoza olamiz. Misol uchun учредитель papkasidan Azizov Anvar Akramjon o'g'li usta fondni e'lon qilyapti. Belgilab olamiz va 80 shoti bilan 83-30 pay va ulush. Keyin bu yoqqa ham учредитель ta'sischimizni belgilab olamiz va usta summasini o'zi olamiz. Misol uchun necha pul e'lon qilinyapti? 100 million. 100 million e'lon qilindi. Mana birinchi darsimizda usta fondi e'lon qilish. 4610 usta fondi e'lon qilindi protkasida aks etdi. Va administratorda usta fondi e'lon qildik. Ko'rib turganingizdek, usta fondi e'lon qilindi. Bu yoqqa operatsiya bo'limiga kirib ko'rsak, usta fondi e'lon qilindi. 100 million.